Sehr qildiruvchi insonni Alloh taolo aytayapti, jon berishi qiyin bo'ladi ekan. Alloh taolo aytayapti, shunday og'ir dard beraman deydi, kasal bo'lib yotadi deydi. Ko'rpada bo'ladi hammasi, ishlatishga, yeyib, ichish hammasi. Darddan shunchalik darajada qiynaladi ekan. Ey Allohim, jonimni qiynalib ketdim desa, olmayman deydi. Sehr qilganing uchun qiynalib yotaver deydi. Shuning uchun Alloh asrasin, sehrgarlarga bormaylik. O'sha yaqinda birov xat yozyapti, o'sha qaynotamni katta ikkitash uyi bor edi deydi. Shu deydi, menga qolishini istadim deydi. Sehrgarga bordim deydi. Qaynam bilan qaynotamni sehr qilib o'ldirib ber deb aytdim deydi. Sehrgar opga qaynang bilan qaynotang rasmini deb aytdi deydi. Bordim deydi, qaynam bilan qaynotamni sehr qildi deydi. Uni o'sha tashlagan, ustiga bavul qilgan deb aytdi. Hamma aytganini qildim deydi. Qaynonam deydi, o'sha qattiq ikkalasi ham bosh og'riqdan o'ladi degan ekan. Qaynonam juda qattiq bosh og'riqdan o'ldi deydi. Qaynotam hozir shu darajada bosh og'riqdan ingranyapti.